Farzandlarimiz nimaga yolg'on gapirishadi? Hammaga qiziq. O'zimga ham qiziq bo'lgan. Aynan farzandlarim o'smirlik vaqtida bu narsalar sekin-sekin shakllanishni boshlaganda, yechim sifatida o'sha o'rgangan, o'qiganlarimni tatbiq qilishni boshlaganman. Aynan shu joylarni sizlarga yechim sifatida beraman. Farzandlarimiz ota-onani holatida qo'rquv paydo bo'lganda, ya'ni taqiqlashni boshlaganda biron bir narsani yoki sani qo'lingdan kelmaydi, men do'stimni, o'rtog'imni farzandlarini senga namuna qilib ko'rsata olaman, lekin sen umuman boshqachasan. Ya'ni solishtirish natijasida ham farzandlarimizda ichki qo'rquvlar paydo bo'ladi. Agar men hozir o'zimni kamchiliklarimni aytsam, meni qabul qilishmaydi. Agar men hozir bu yolg'onim bilan o'zimni himoya qilsam, meni kuchli deb bilishadi va o'zini namoyon qilish yolg'on bilan boshlanadi. Endi bugun savol bering o'zingizga, sizni farzandlaringiz qaysi holatlarda yolg'on gapiryapti? Moddiy aralashgan mavzularimiz bor, ya'ni o'zini maqsad bilan bog'liq yolg'onlar bor va uydagi vaziyat bilan bog'liq bo'lgan yolg'onlar bor. Bugun sizni farzandingiz uydagi holat bilan bog'liq muammoli vaziyatda yolg'on gapiryaptimi? Tashqi muhit bilan bog'liq bo'lgan vaziyatlarda yolg'onni ko'p ishlatyaptimi? Yechim sifatida faqat ochiq gaplashish, men senga ishonaman, sen ham menga ishon va biz ikkalamiz bu muammoli vaziyatni yolg'onsiz hal qilamiz degan ochiq munosabatlar bilan mana shu yechimlarga kiriladi.